Hurmatli viloyatimiz aholisi va mehmonlari diqqatiga. Ayni kunlarda viloyatimizda sovuq ob-havo kuzatilmoqda. Kechasi havo harorati sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Shu sababdan isitish mavsumi davomida har birimizdan e'tibor, mas'uliyat va ehtiyotkorlik talab etiladi. Aholi xonadonlarida yuz beradigan yong'inlar, gaz havo aralashmasining chaqnashi hamda is gazdan zaharlanish holatlari aksariyati isitish vositalaridan noto'g'ri foydalanish natijasida sodir bo'lmoqda. Shu boisdan Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sizlarni quyidagi xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishga chaqiradi. Isitish vositalaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'ling. Qo'lbola yoki nosoz gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanmang. Yoqilgan isitish tizimlarini nazoratsiz qoldirmang. Oshxonada gaz plitalaridan xonani isitish uchun foydalanmang. Isitish pechlari va mo'rlarni doimiy tekshirib turing. Ularni buyumlar yoki turli to'siqlar bilan berkitmang va vaqtida tozalang. Xonani isitish maqsadida ochiq olovdan foydalanmang. O'zingiz va oila a'zolaringizni asrang. Sovuq kunlarni tinch va xavfsiz o'tkazish har birimizning o'z qo'limizdadir.